Men 7 yoshligimda Jeki Chandek bo'lishni orzu qilardim. Lekin men shunda u kabi bo'lish qanchalik qiyinligini bilmasdim ham. Jeki Chan bu haqiqiy afsona. Jeki Chan kung fu ustasi, jasoratli kaskadyor, o'z hayotini san'atga bag'ishlagan chinakam fidoyi inson va u 10-etajdan hech qanaqa yordamchi asboblarsiz ham sakray oladi. Keyingi 7 kun ichida men Jeki Chan kabi trenirovka qilaman va u kabi tezkor va kuchli bo'la olamanmi yo'qmi tekshirib ko'raman. Va eng muhimi, hech qayog'imni sindirib olmaslikka harakat qilaman. Yoshligimda ikkita narsani fanati bo'lganman: Bruce Lee va Jeki Chan. Jeki Chandek usullarni rosa ham o'rgangim kelardi. Like bosib obuna bo'lishni unutmang. Meni ismim Anis va men uxlashga ketdim. I ain't here for the money, I ain't here for the... Hammaga salom. Hozir soat 6 va bugun Jeki Chanda yashashchi birinchi kuni. Anchadan beri yugurmaganim uchun o'zi charchab qoldim. Jeki Chan har kuni 5 kilometrdan yuguradi. Men ertalab yugurishni tanladim, chunki ertalab toza havo va odamlar bo'lmaydi. 5 kilometrli yugurish Jeki Chan uchun bu oddiy razminka, lekin men uchun juda ham qiyin narsa. Shuning uchun ham men 3 kilometr yugurdim va videoning oxirida 5 kilometr qilishga harakat qilaman. Telefonim 3 kilometr yugurganimni ko'rsatdi, lekin shu oyoqlarim ham og'rib ketdi. Jeki Chan har kuni shunaqa yuguradi. Uyga qaytib kelib, trenirovkani boshladim. Agar siz Jeki Chan har kuni zalga kelib, taburetkani olib urishib ketadi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, adashasiz. Jeki Chan uchun dushanba kuch mashqlari kuni. Men birinchi bo'lib ozgina razminka qilib olib, keyin trenirovkani boshladim. Xo'p, endi eslab qolinglar. 5 подход отжиманиyaga, 5 подход pressga, 5 подход turnikka, 5 подход turnikda oyoq ko'tarishga va 5 подход mushakni silashga. Shunaqa trenirovkani tugatdim, hamma mushaklarim og'riyapti. Bu esa endi birinchi kun. Hey yo, hammaga salom. Bugun ikkinchi kun va men yana yuguryapman. Uyga kelishim bilan trenirovkani boshladim. Seshanba kunini Jeki Chan kung fu va kaskadyorlik triklariga bag'ishlaydi. Jeki Chan kaskadyorlik triklarini o'rganish uchun juda ham ko'p vaqt yetkazadi, chunki kinodagi har bir kaskadyorlik triklarini uni o'zi bajaradi. Va ularning ichidagi eng muhimi bu zo'r yiqilish. To'g'ri yiqilishni bilish bu eng zo'r kaskadyorlik skilli hisoblanadi. Chunki bu nafaqat zo'r ko'rinadi, balki jarohatlarning oldini olishga ham yordam beradi. To'g'ri yiqilishni o'rganish uchun men maktabimga bordim va u yoqdagi matlarni olib, tuppa yiqilishni boshladim. To'g'ri yiqilishga o'tsak, to'g'ri yiqilishning asosiy qoidasi bu yiqilayotganda o'zingizni maksimal darajada bo'sh tashlashingiz kerak. Xuddi mana shu choy qadog'iga o'xshab. Va bundan tashqari yiqilayotganingizda qo'lingizni qo'yishga harakat qilmang. Men yana ancha vaqt har xil usullarda sakrab ko'rdim. Yugurib kelib, o'mbaloq oshib va boshqachalariga. Tanamni havoda haqiqatdan ham bo'sh qo'yish faqat trenirovkani oxirida o'xshashni boshladi. Balkim bu prosta charchaganim uchundir. Aslida Jeki Chan o'zining butun karyerasi davomida juda ham ko'p jarohatlar yegan. Uning jarohatlar soni 2000 ga yetadi. 2000 ta haqiqiy jarohat. To'g'ri yiqilishni bilish bu sevgilarni saqlab qolish uchun juda ham zo'r narsa. Ana uxlashga ketdik. Hammaga xayrli tong, xayrli kech va bugun men Jeki Channing qanday ovqatlanganini ko'rsataman, lekin birinchi bo'lib yugurish kerak. Yugurishdan keyin meni nonushta kutardi. Ovqat. Jeki Chan to'g'ri va oddiy ovqatlanishni yaxshi ko'rgan. Shuning uchun ham u ertalabdan tuxum yegan. Tuxumni o'zini yeyish zerikarli. Menda esa boshqacha retsept bor. 2 tuxum, sir, pomidor va murch bilan tuz qo'shib aralashtiramiz. Skоворodkada pishiramiz va ajoyib zavtrak tayyor. Chorshanba kuni Jeki Chan kuch mashqlarini bajargan. Shuning uchun ham keyingi 1 soatda trenirovka qildim. Bunaqa trenirovkada sizni kuchliroq bo'lish bilan birga slishkam katta bo'lib ketib, mobilniyatni yo'qotmaslik uchun ham yordam beradi. Jeki Chan esa aynan shuni qidirgan. Trenirovkadan keyin meni obed kutardi. Aytib o'tganimdek, Jeki Chan foydali ovqatlarni yeyishni yaxshi ko'radi. Shuning uchun ham sabzavotlar uning ovqatining asosiy qismi hisoblanadi. Bundan tashqari Jeki Chan o'zining ovqatiga go'sht va guruch qo'shishga harakat qilgan.
Shuning uchun ham magazindan kotlet sotib oldim, uni pishirdim. Yoniga esa guruch bilan sabzavotlarni qo'shdim. Shundoq qilib mikroelementlarga boy bo'lgan foydali ovqat paydo bo'ldi. Ovqat juda ham shirin edi va xuddi mendan qanaqadir kuchli inson yaratib yuboradigandek tuyulardi. Bundan tashqari Jeki Chan kokteyl va yogurt ichishni yaxshi ko'rgan. Shuning uchun ham yogurt sotib oldim. Haftaning 4-kunini Jeki Chan Kung Fuga bag'ishlaydi. 5-kuni esa meni oddiy yugurishdan boshqa noodatiy kuch mashqlari ham kutib turgan edi. Bundan oldin esa men yana internetga kirdim va bildimki, Jeki Chan ko'pincha qiyinlashtirilgan mashqlarni ham bajargan ekan. Masalan, oyoqni ko'tarib plankada turish, bitta oyoqda o'tirib turish, turnikda gavdani ko'tarish va boshqalar. Bunaqa mashqlar sizni tanangizni butun bir mexanizm kabi ishlashga yordam beradi va shu bilan sizni kuchliroq va tezroq qiladi. Shu tarzda 5-kunni ham o'tkazdim. Aytgancha, aktyor yana muzlatilgan yogurt yeyishni ham yaxshi ko'rgan. Men esa uni o'rniga muzqaymoq sotib oldim. Yaxshi muzqaymoq ekan, tavsiya qilaman. Shanba va yakshanba kunlari Jeki Chan trenirovka qilmaydi. Bu 2 kun u uchun to'liq dam olish kunlari. Shuning uchun mana bunga o'xshab butun kun dam oldim. Mana shu zo'r. Butun kun o'yin o'ynab o'tirib, keyin bildimki, Jeki Chan futbol ko'rishni ham yaxshi ko'rgan ekan. Shuning uchun kechqurun O'zbekiston va Qatar o'yinini ko'rib o'tirdim. Jeki Chan uchun yakshanba kuni shanba kuniga o'xshab dam olish kuni. Lekin menda boshqacha plan bor edi. Bugun 7-kuni va har kuni 3 kundan yugurayotgandim. Bugun 5 kilometr yugurib ko'rishga harakat qilaman. 7-kun uchun meni yagona maqsadim bu 5 kilometr yugurish edi. Va rostini aytamanki, birinchi qadamlardan men bu maqsadimga erishishimni bilardim. Agar birinchi kuni men faqat to'xtash haqida o'ylagan bo'lsam, 7-kuni men faqat yugurardim. Men hech qanaqa og'riq va charchoqni his qilmas edim. Oyoqlarim meni oldinga undardi. Nafas olishim esa ancha to'g'ri edi va hattoki 5 kilometr ham men uchun problema bo'lmasdan qoldi. 5 kilometr orqada o'zimni yana yugura oladigan deb his qildim. Shundoq qilib meni Jeki Channing 7 kunim tugadi. Jeki Chan bu o'zini o'zi buyuk qilgan inson. U mehnatsevarlik va hech qachon taslim bo'lmaslik timsolidir. U yuzlab marta yiqilgan, ammo har safar yana oyoqqa turgan. Chunki u bilgan, orzu sari yo'l oson bo'lmaydi, ammo har bir qadam orzuga yaqinlashtiradi.